Oybek. Hasan kelgandan beri ko'rmayapsan. Siz ham hech narsa bo'lmaydi. Fasadli klinika kvadrati, mana shuni kvadrati 95 mingdan. So'kilini kvadrati esa 65 mingdan. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Kecha ko'rgan xonadonimiz qarang qanaqa chiroyli bo'lib, go'zal holatga kelyapti. I patolog bilan patsvet. Buni 3 xil to'liq ranglari bor. Kelishilgan narxda juda ham arzon. Egalarini o'zidan birinchi qo'l deyapti. Aka-ukalar mana ko'rib turibsizlar. Bu sinsa mana. Sinsa yana bag'da shunday olasizda, yana ikkita samarangiz bilan o'zingiz xonadoningizni qatirib qo'yasiz. Akalarimiz 20 yilga garantiya beraman deyapti. Ulgurvoradigan joyga xonadoningizni mana shunaqa qilib chiroyli holatga olib kelishadi akalarimiz. Usta haqqi, samarangiz, rekasi, hamma xizmati esa 190 ming ekan. Bo'lsin, sizga bo'lsin. Bitta like bosib qo'ying. Oybek aka, bunaqa to'palang qilavermaydi. Endi ishga borganingizdan keyin chiroyli ishlang, aka. Sog' bo'lasiz.